Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 61-sura Sab. Medinede nazil bo'lgan 14 oyat. Nahayt shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Osmondagi narsalar, ya'ni farishtalar va zimindagi narsalar, ya'ni insonlar, o'simliklar, jonsiz shaylar Allohga tasbih etdi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Ey mu'minlar, sizlar nima uchun qilmaydigan ishni qilamiz deysizlar? Ya'ni amalda sizlar qilmaydigan yaxshi ishlarni nima uchun og'zinglarda qilamiz deysizlar? Sizlarning qilmaydigan ishni qilamiz deyishinglar Allohning dargohida eng o'ch ko'riladigan narsadir. Shubhisizki, Alloh o'zining yo'lda mustahkam binodek sab bo'lib jihad qilganlarni, ya'ni urush maydonida dushmanlarga uchrashgan chaqda mavqasida ching turib g'azot qilganlarni do'st tutadi. O'z vaqtida Musa qavmiga: "Ey qavmim, mening Allohning sizlarga avatgan payg'ambar ekanligimni bilib turib, sizlar menga nimishqa azor bersizlar?" dedi. Ular haqdan burilib ketgandan keyin Alloh ularning dillarini hidoyatdan burvatdi. Alloh fosiq qavmni hidoyat qilmaydi. O'z vaqtida Maryamning o'g'li Isa: "Ey Isroil avlodi, men sizlarga haqiqatan Alloh avatgan, mendan burun kelgan Tavratni tasdiq qiluvchi, mendan keyin keladigan Ahmad ismli payg'ambar bilan xushxabar berguvchi payg'ambarman" dedi. Isa ularga ro'shan mo'jizalarni olib kelgan chaqda, ular bu ochiq sehrdir dedi. Islomga da'vat qilinib o'tib, Allohga yolg'onni, ya'ni Allohning sheriki bor, bolasi bor degandek so'zlarni chaplagan kishidimi zolim kishi bormi? Alloh zolim, ya'ni kofir qavmni hidoyat qilmaydi. Ular Allohning nurini eg'izlar bilan o'chirib o'tmoqchi bo'ladi. Kofirlar yomon ko'rgan taqdirdimi, Alloh o'zining nurini mukammal qiluvchidir, ya'ni o'zining dinini oshkorlovchidir. Mushriklar yomon ko'rgan taqdirdimi, Alloh haq dinni barliq dinlar ustidan g'olib qilish uchun payg'ambarini hidoyat bilan va haq din bilan avatdi. Ey mu'minlar, sizlarni qattiq azobdan qutuldiradigan bir tijoratni ko'rsatib qo'yaymi? Allohga va uning payg'ambariga chin iymon etqaysizlar. Allohning yo'lida melinglar bilan, jininglar bilan jihad qilgaysizlar. Agar bilsanglar, sizlar uchun bu yaxshidir. Shunda qilsanglar, Alloh sizlarning gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Sizlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Doimiy turalg'i bo'lgan jannatlardagi go'zal saroylarda turg'izadi. Bu cho'ng muvaffaqiyatdir. Sizlarga marhamat qilinadigan, sizlar yaxshi ko'radigan ikkinchi bir ne'mat Allohdan keladigan nusrat va yaqin g'alaba. Ey Muhammad, mu'minlarga bu ro'shan marhamat bilan xushxabar bergin. Ey mu'minlar, havariylar, ya'ni Isa alayhissalomga dastlabda iymon etganlardek Allohning yordamchilari bo'linglar. Maryamning o'g'li Isa havariylarga Allohga da'vat qilishda kimlar yordamchilarim bo'ladi dedi. Havariylar, biz Allohning yordamchilarimiz dedi. Isroil avlodidan bir toifa iymon etdi. Yana bir toifa kofir bo'ldi. Mu'minlarga ularning o'z dushmanlariga qarshi turishida yor yo'lakda bo'ldik. Shuning bilan mu'minlar g'olib bo'ldi.